Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qoraburuq mol bozoriga yetib keldik do'stlar. Do'stlar, bugungi cheslamiz 22-aprel hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil do'stlar. Do'stlar, videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Videomizga kommentariyalarga layklarni bosib qo'yingizlar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar do'stlar. Ketdik, videolarimizni Navoz bozoridan boshlaymiz. Akalar bular olindimi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Olindimi? Aka olindimi bu? Nechta pul oldingiz? Riyalni mana olingan joydan do'stlar. Aka zo'rmisiz? Nechta pul oldingiz? Ha? 35? 35 million so'mga olibdi mana do'stlar. Katta Navoz do'stlar, mana ko'ringiz qani. Riyalni olingan joyda mana arqonlar baylanyapti do'stlar. 35 million so'mga olindi bu. Ketdik, kengilarni ko'rsatib beramiz do'stlar. Bu shu sizdanmi bu? Chiroqchi mol bozor kanali. YouTube'da? Ha, YouTube, Instagram ham bor. Bu sizdanmi aka? Bu egasi kim ekan? Zo'rmisiz? Charchamayapsiz aka? Qandaysiz? Bosing like aka. Bu sizdanmi? Keyingilar o'tiramiz biz ham do'stlar. Hali egasi yo'q. Xo'sh. Ha, mana yigit bor, mana yigit. Olamiz akamiz. Qandaysiz? Nurdin aka, zo'rmisiz? Charchamayapsiz? Qanday zo'rmi? Aka, zo'rmisiz? Semitlarni nech pul deyapsiz? Narxi nech pul aka? Narxi 65 million. 65 million so'm mana. Do'stlar ko'ringizlar qani? Chiroqchi mol bozor kanali. Bozor so'radimi aka? So'rayapti. Nechta savdo bo'ldi? 50 million. Juda katta Navoz bo'larman. Do'stlar ko'ringizlar qani? Bo'ylari ham taxminan biri 45, biri 50 borda balandliklari. Mana. Kengilar ko'rsatib beramiz do'stlar. Boqilgandan ko'rsatib beramiz do'stlar. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz aka buni? 39. Savdo bo'ldimi? Ha, savdosi bo'ldimi? Nech pul? 36,5-37 million so'm savdo bo'ldi do'stlar. Mana ko'ringizlar qani? Mana orqalarini ko'rsatamiz. 37 deb qo'y. Bu to'tang. Ha? 37 deb. Ko'rsataylik orqalarini. Mana do'stlar ko'ringizlar qani? Boqilgan Navoz. Buni ham 37 ga bermayapti mana. Qaysini bu? 32 ga? 32 ga bermayapti ekan mana do'stlar ko'ringizlar qani? Realni 32 ga bermadimi bu? 32. Bahosi qancha edi o'zi? 36 ga vermiyor. Bunimi? Ha. Nech pulga bermayapsizlar? 36 gami? Bahosi nech pul? 40 million so'm so'rabdi. Bu yerni. Mana ko'ringizlar qani? 36 millionga realni berilmabdi do'stlar. Mana ko'ringizlar qani? Nima? Do'stlar ko'ringizlar qani? 36 ga realni berilmabdi do'stlar. Keyingi savdo ko'ramiz. Aka zo'rmisiz? Buni nech pul deyapsiz? Shu yerda. Buni ayta. Endi yoqqa borguncha nech pul deyapsiz? Xullas 40 dan 120 deyilyapti. Qaysi ikkalasi mana? Uchta. Ha, mana 40 million so'mda mana uchalasi mana bu qora 120 million so'm so'rab turibdi. Bahosi, savdosi nech pul bo'ldi aka? Savdosi aka 100 millionga so'radi, baraka bo'lmadi. 100 millionga bermadilar, ha? 105 bo'lsa deb turibmiz aka. 105 million bo'lsa ber ekan. Mana do'stlar ko'ringizlar qani mana. Uchalasini mana. Nomer ko'pasmi? Kanaldan ham sotilaveradi aka. Ayting. Ha, 91lik ayting. 216 3313. Do'stlar mana qiziq bo'lsa telefon qilingizlar mana. Boqilgan, tayyor. Dalsh boqaman desangiz ham bo'laveradi. Izi ham bormi? Qayerda moli? Chiroqchi Parsiz. Mana. Mana do'stlar. Do'stlar ko'rasiz. Hozir qorasini ham oltin ko'rsataylik. Ha, savdosi ham bo'lib turgan joyini ko'rsatamiz mana. Mana Mana şalasini 100 milyon so'mga berilmayapti ekan mana shu shalasi.
do'stlar, ko'ringiz ham. Shu uchalasini savdosi bo'lyapti. Uchalasini savdosi bo'lyapti. Odam jazba jo'shar. Olmayman dedi. Bu necha pul so'rayapsiz? Hozir savdolanib 90? Ha, 90 million so'm so'rabdi mana do'stlar. Mana real savdo bo'layotgan joydan. 90 million so'mga. Inshaalloh bu qani 90 millionga savdo bo'lyapti do'stlar. Kengilan ko'rsatib beramiz. Ha, savdosini pishgan joydan ko'rsatamiz uni ham. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Necha pul deyapsizlar buni? 60. Savdo bo'ldimi? Savdosi bo'lgani bor. Bo'ldimi? So'rayapsiz. Qaysini? Shuni so'rayapsiz. Necha pul so'rayapsiz? 64. Taroziga 64 million, 64 mingdan so'rayapti ekan do'stlar, mana ko'ring. Riyalni mana so'rayapti taroziga. Chiroqchi mol bozor kanali. Mana do'stlar. Taroziga 64 ming so'mdan so'rayapsiz, ha? 65 ga chiqdingizmi? Mana 65 ming so'mdan chiqdi mana. Taroziga. Do'stlar, ko'ringiz ham. Oqilgan navosda bular. Shoot. Ketkingilar o'tiramiz. Hozir savdo bo'lgan joyini mana qiziq so'raydi. Savdosi pishdi ekan aka? Pishdimi savdosi? Bo'lmadimi? Savdosi bo'lmadi, bermadi. Ha? Ikkitami, uchtami? 3dan 90 million so'rayapti ekan chalasi. Bo'lmabdi savdosi, do'stlar. Kengisini ko'rsatib o'raylik. Bu necha pul ekan polvon? Necha pul savdo bo'lyapti? Qancha so'rayapti ekan bu? 32 million so'rayapti. 32 million so'm so'rayapti ekan do'stlar, mana ko'ringiz ham. Yo'qmi 32 ga bermayapti. 32 million so'mga berilmayapti ekan do'stlar, mana ko'ringiz ham. Katta boqilgan navos. Darshi boqsa ham bo'laveradi mana do'stlar. Ko'ringiz ham. Riyal 32 ga berilmayapti. Egasi qaysi bir tanimasam egasini. Ha. Hala o'rtada. Bo'ldi. So'radim. Egasi ham tushdi. Ha, iflos. Bo'lmadimi aka, savdo pishmadimi? Yo'q, mayli, kengilan ko'rsatib o'raylik. Xo'sh. Aka, qora necha pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? 28 million so'm so'rayapti ekan mana. Ko'ringiz ham do'stlar. Savdo bo'ldimi aka? Savdo jazman bo'lganiga. Mana. Do'stlar, ko'ringiz ham 28 million so'm so'rab turibmiz. Mana kattalarni ko'rsataylik qani. Alon aka, bir minut. Sal syomka qilaylik. Necha pul deyapsiz? Sizdan emasmi? Ha? 70 million? 70 million so'm so'rayapti ekan mana do'stlar. Bo'ylari taxminan 1.55, 1.60 sm chiqib qo'yadi balandliklari. Katta navos. Do'stlar, eng kichkina kadrda olinyapti do'stlar. Savdo bo'ldimi aka? Necha pul? 57 million so'mga realni savdo bo'libdi, berilmadi. Qo'shsa berasizmi? Qo'shilsa beriladi mana do'stlar, ko'ringiz ham. Necha yoshar aka bu? 2 yosh. Kitobnikimi? Sharsabzni molimi? Sharsabzni mol ekan do'stlar. Izi bormi aka bunda? Qo'yib qo'yasizmi nomer? Kerak shart emas, ha? Nomer shart emas ekan. Mana do'stlar. Mayli aka, sog' bo'ling. Mana sementalchani so'raylik ham. Vo, assalomu alaykum, zo'rmisiz? Necha pul deyapsiz? 50 million so'm so'rayapti ekan mana do'stlar. Parada sementalmi bu? Semental. Savdo bo'ldimi bu? Bo'lganiga. Savdosi bo'lgani. 50 million so'm so'rayapti do'stlar. Realni savdo yo'q hali. Do'stlar, ko'ringiz ham. Katta navoslar zo'r. Xo'sh do'stlar, hammasini ko'rsatdik. Qaysi sotilibdi? Bumi? Sotilibdi. Egasi yo'qmi? Yo'q, olib aka
Ana uyga. Qaysi sotilibdi hozir? G'olpaka. Yo'q, egasi yo'q ekan. Men qorani ko'rsataylik-da. Aka zo'rmisiz? Necha pul deyapsiz bu katta navasida? 55. 55 million so'm so'rayapti ekan do'stlar, mana ko'ringizlar qani. Katta navasi bular. Mana. Ha? Tushirmayapman. Ya, molni tushiryapman. Mayli aka. Molni ham qo'ymayapti egasi. Bo'pti, ketdik, keyin ko'ramiz. Xo'sh. Molni ham tushirtirgani qo'ymadi. Bu yerdagilar egalar yo'q ekanda do'stlar. Mana egasi yo'q bu yerda. Xo'sh, do'stlar, videomizni ichida yakunlaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.